Hop, endi burchak va burchak bisektrissiyasiga doir misollar ko'ramiz. Va birinchi savol, ixtiyoriy bir burchak chizing va uning gradus o'lchovini toping. Ixtiyoriy bir burchak chizamiz. Buning uchun mana nur uskunasidan foydalanamiz. A nuqtadan, bitta nuqtadan ikkita nur o'tkazamiz. Mana nur o'tkazildi. Va bu uskuna aktiv turibdi, undan chiqib ketamiz. Endi burchakni chizish hosil qilish uchun mana burchak uskunasidan foydalanamiz. Birinchisidan. Bu mana bu nurlarni tanlasam, ular orasidagi burchakni hosil qiladi. Mana alfa burchak hosil bo'ldi. Bu 40,5 gradusga teng ekan. Endi agar men nurlarni o'zgartirsam, mana burchak ham mos ravishda o'zgaradi. Mana kichiklashtirish mumkin yoki kattalashtirish mumkin. Demak, biz burchak chizdik va uning gradus o'lchovini topdik. Alfa 57,5 gradus. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Ikki kesishuvchi to'g'ri chiziq chizing va ular orasidagi burchakni toping. Bu ikkita to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Buning uchun mana to'g'ri chiziq uskunasidan foydalanamiz. Birinchi to'g'ri chiziqni o'tkazdik. Ikkinchi to'g'ri chiziqni ham o'tkazdik. Ular kesishyapti. Mana bu nuqtada endi ular orasidagi burchakni topamiz. Mana burchak uskunasidan foydalanaman va mana bu ikkita to'g'ri chiziqni tanlayman. Natijada ular orasidagi burchak hosil bo'ldi. 56,7 gradus. Agar to'g'ri chiziqlarni o'zgartirsam, mana ular orasidagi burchak ham mos ravishda o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Hop, navbatdagi savolga o'tamiz. Qo'shni burchaklar chizing va ularning gradus o'lchovlarini toping. Hop, ikkita qo'shni burchak chizamiz. To'g'ri chiziq uskunasidan foydalanib to'g'ri chiziq chizamiz. Endi to'g'ri chiziqni biror nuqtasidan nur chiqaramiz. Aytaylik, mana bu nuqtadan biror nur chiqaramiz. Mana qo'shni burchaklar hosil bo'ldi. Endi burchaklarni o'zini ko'rsatish uchun biz yana burchak uskunasidan foydalanamiz. B, C, D. Mana bitta burchakni hosil qildik. Ikkinchi burchak D, C, A. Mana ikkala burchakni ham hosil qildik. Bu burchaklar yaqinroq ko'rinishi uchun mana yozuvlarni o'rnlarini o'zgartiraman. Bu yerda burchaklar farqli bo'lishi uchun ikkinchi burchakni boshqa rangda bo'yayman. Mana alfa va beta burchaklarni hosil qildik. Bu burchaklarning yig'indisi, qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Buni ham biz ko'rishimiz mumkin. Uning uchun biz mana bu yerdan mana text degan uskunadan foydalanamiz. Ixtiyoriy joyga kursorni olib kelib turib, mana text tugmani bosdim. Endi mana bu yerga biz yozuvlar yozishimiz mumkin. Mana simbol degan qismdan biz tanlangan burchaklarni, alfa va beta burchaklarini yozishimiz mumkin. Alfa, beta burchak teng. Endi object deganda qismda object degan yozuvdan foydalanib biz mana har bittasini alfa va beta burchaklarini qiymatlarini yozishimiz mumkin. Mana alfani yozgan edik, mana bu yerda alfa burchagining qiymatini yozdi. Plus endi beta burchagini tanlayman. Beta burchak mana 146,6 gradusga teng bo'ldi. Teng. Endi ularni qanday qilib qo'shamiz? Qo'shish uchun yana bitta burchakni tanlayman. Alfa. Mana bu yerda shu alfani bu yerdan tanlamaymizda, mana bu qiymatini tanlaymiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, to'rt burchakning ichida turibdi alfa. Mana kursor tashqarida turibdi. Kursorni ichkariga olib kiraman. Alfani yoniga olib kirdim. Endi betani yozaman. Qo'shuv. Endi betani yozaman. Mana natijada betani qiymatini alfa va betalarni qo'shdi. Natija 180 gradusga teng chiqdi. Okey.
Mana natijada biz ularni yig'indisini hosil qildik. Bu yerda kattaroq kattalashtiraman. Hattoki biz rang berishimiz ham mumkin. Mana yaqqolroq ko'rinishi uchun. Ve alfa ve beta burchaklarning mana yig'indisi 180 gradus ekanini ko'rishimiz mumkin. Mana endi D nuqtani o'zgartiraman. Yani nurni o'zgartiraman. Natijada burchaklar o'zgaradi. Burchaklar o'zgargani bilan ularning yig'indisi 180 gradusga teng bo'lib qolyapti. Bu yerda o'zgartirishim mumkin. Ve turli holatlarni ko'rishimiz mumkin. Bunda alfa ve betalar o'zgaryapti, lekin ularning yig'indisi 180 gradusgacha qolyapti. Hop, navbatdagi savolga o'tamiz. Uchburchak chizing va uning burchaklarini toping. Hop, demak, mana bular. Bu chizmalarni o'chiraman. Endi birorta uchburchak chizamiz. Kesma uskunasidan foydalanib uchburchak chizaman. Mana uchburchak chizildi. Endi uni burchaklarini topamiz. Burchak uskunasidan foydalanaman. A burchak topildi. B, S, A. S burchak topildi. A, B, S deb B burchagini topamiz. Demak, uchala burchakni ham topdik. Mana ularni agar uch burchakni o'zgartirsam, masalan, uchlardan tortib uch burchakni o'zgartirsak, mana burchaklar ham mos ravishda o'zgaryapti. Hop, navbatdagi savolga o'taman. Uchburchak chizing va uning burchaklari yig'indisini toping. Mana biz uchburchak chizdik. Mana 3 ta burchakni hosil qildik. Endi bu burchaklar yig'indisini topamiz. Buning uchun yuqoridagi kabi yana ana bu tekst uskunasidan foydalanamiz. Tekst. Masalan, shu yerga yozmoqchiman. Shu yerga kelib kursorni bosdim. Dastlab men alfa betalar ko'rinib turishi uchun simvoldan foydalanaman. Alfa qo'shuv beta qo'shuv gamma. Teng. Hozircha ularning qiymati chiqqani yo'q. Bu yerda shunchaki yozuv xolos. Endi ularning qiymatlarini ko'rsatish uchun mana obyektga kiraman. Alfa. Mana alfaning qiymati kelib chiqdi bu yerda. Ko'rindi. Qo'shuv beta qo'shuv gamma. Ve uchalasini ham qiymati ko'rindi. Lekin hali ularni qo'shgani yo'q. Qo'shish uchun nima qilamiz? Bitta obyektni olamiz. Alfa bu yerda kursor tashqarida turibdi. Mana alfa kichkina kvadratning ichida turibdi. Kursorni alfaning yoniga olib kiraman. Endi shu yerga plus yozaman. Endi betani qo'shamiz. Qo'shuv, endi gammani qo'shamiz. Mana natijani bu yerga 180 gradusga teng ekanini chiqarib berdi. Xo'p, okey. Bu yerda yozuvni kattalashtiraman. Yerda mana small bo'lib turibdi, kichik. Buni kattalashtiramiz. Va unga rang beramiz. Kelinglar, bu safar mana bu rangda belgilaylik. Alfa, beta, gamma burchaklar yig'indisi mana 180 gradusga teng ekan. Agar uch burchakni o'zgartirsam, mana mos burchaklar ham o'zgaryapti, lekin yig'indi 180 gradusga teng bo'lib qolyapti. Hop, navbatdagi savolga o'tamiz. Rasmni o'chiraman. Uchburchak bisektrisasini chizing. Hop, ixtiyoriy bitta uchburchak olamiz. Uchburchak oldik. Endi bisektrisa chizish uchun mana bu yerdan mana bisektrisa uskunasini tanlayman. Masalan, A burchagini bisektrisasini chizmoqchiman. S, A, B burchagini tanladim. Mana natijada bu bisektrisasi chizildi. Hozircha biz burchakning bisektrisasini chizdik. Endi biz uch burchakning bisektrisasini chizamiz. Buning uchun B, S va mana bu to'g'ri chiziqning kesishgan nuqtasini topamiz. Buning uchun mana nuqtalar kesishgan nuqtasini topish uskunasidan foydalanamiz.
va shu ikkita to'g'ri chiziq va kesmani tanlaymiz. Natijada ularning kesishgan nuqtasi kelib chiqdi. D. To'g'ri chiziqni ko'rinmaydigan qilamiz. Va A va D nuqtalarini tutashtiramiz. Natijada uchburchakning bisektrissiyasi hosil bo'ldi. Buni ishonch hosil qilish uchun mana bu ikkita burchakni topamiz. Bu birinchi burchak. Kelib chiqdi, ikkinchi burchakni ham topamiz. Har ikkala burchakni topdik. Burchaklar tengligini ko'rish uchun biz shu burchakni kattalashtirdik. Mana har ikkalasi ham mana 33,8 gradusga teng chiqdi. Ikkalasi ham teng chiqdi. Hop, navbatdagi savolga o'tamiz. Uchburchak bisektrisalari bir nuqtada kesishini tekshiring. Buning uchun biz uchburchakning uchala bisektrissasini ham o'tkazamiz. Bizga hozircha burchaklar kerak emas. Burchaklarni o'chirdik. Mana bitta bisektrissasini chizdik. Endi uchburchakning qolgan bisektrisalarini ham chizamiz. Buning uchun mana bu uskunadan foydalanamiz. A, B, S deb B burchagini bisektrissasini chizdik. B, S, A desak, mana ikkinchi S burchagining bisektrissasi chizildi. Mana bisektrissalar uch burchakning bisektrissasi ham shu bisektrissada yotadi. Shu to'g'ri chiziqda yotadi. Shuning uchun ular uch burchakning ichida kesishyapti. Demak, bisektrissalar ham shu nuqtada kesishadi. Yana ham aniqroq biz ana shu bisektrissani o'zini topishimiz mumkin. Kesishgan nuqtasini topamiz. Ana Y bisektrissa bilan bu tomon kesishgan nuqtasini topamiz. Endi mana bu to'g'ri chiziqlarni ko'rinmaydigan qilamiz. O'chirib qo'yamiz va mana bu bisektrissalarni chizamiz. S, Y, B, F. Mana bisektrissalar bir nuqtada kesishyapti. Kesishgan nuqtasini ham ko'rinadigan qo'yamiz. Mana bu ikkita kesmani tanlasam, ularning kesishgan nuqtasi kelib chiqadi. Agar uchburchakni o'zgartiradigan bo'lsak ham, mana bu nuqta bisektrissalar kesishgan bisektrissalar hamon bir nuqtada kesishyapti. Turli holatlarga keltirishim mumkin. Hammasida ham mana bisektrissalar bir nuqtada kesishyapti.